Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsiz jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Videoni boshlashimizdan oldin biz mana bu videomizni g'olibini aniqlab olishimiz kerak. Bilasizlar, ortiq biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari mana shu ko'rib turgan Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ldi. Va har kun chiqayotgan videoga like, komment yozib qoldirsangiz, biz aynan orqali kommentariy orqali g'olibimizni aniqlaymiz. Obunachilarimiz orqali 486 taga yetdi. Davayt orqali shu videoda 500 ta qilib qo'yamiz degan umiddamiz. Podpishka qilasizlar degan umiddaman. Xo'p, endi men mana bu videoni silkasini skan qilib olsam, random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Bu yerdan davom etish. Xo'p, bu yerdan winner ustiga bosib qoldiramiz. G'olib orqali mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z plyuslarini par hamyonlarga tashlab beramiz. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Saytda pul ishlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun saytga kiramiz. Bu yerdan registratsiya degan tugma ustiga bosamiz. Mana bu bo'limlarni to'ldirasizlar va mana bu yerdagi registratsiya degan tugma ustiga bossanglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, orqali sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda orqali biz qanday qilib pul ishlab boramiz? Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'rsanglar, qo'limdan kelgancha saytda qanday qilib pul ishlashni to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Mana bu yerda orqali ko'rib turganingizdek 5 ta bo'lim mavjud. Birinchi bo'lim doma bo'limi, bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi. Xo'p, bu yerda zadacha, komanda, VIP va mini bo'limlari mavjud. Kelinglar VIP bo'limidan boshlaymiz. Ustiga bosasizlar. Saytda orqali biz mana bu VIPlarni ochib, saytda oddiygina pul ishlab borishimiz mumkin. Saytda orqali sarmoyasiz ham pul ishlab borsanglar bo'lar ekan, har kuni 0.55 USDT dan, ya'ni 6000 yoki 7000 ga teng bo'ladi. Xo'p, VIP 1 da biz har kuni $2 pul ishlar ekanmiz. VIP 2 da esa o'rtoqli biz har kuni $6 dan pul ishlar ekanmiz. VIP 3 da esa o'rtoqli biz har kuni $19 dan pul ishlab borar ekanmiz. Xo'p, VIP 4 da esa o'rtoqli biz har kuni $46 dan pul ishlab borar ekanmiz o'rtoqli. Qolgan VIPlar bilan o'zlaring tanishib olasizlar. Bizda hozir mana bu VIP 2 ochiq va biz har kuni $6 dan pul ishlab borar ekanmiz o'rtoqli. Har kuni bittadan zadaniya berar ekan, u zadaniyani qanday bajaramiz? Bu yerdan zadacha bo'limini ustiga bosamiz. Xo'p, o'rtoqlar, ozroq kutamiz. Mana bizga zadaniya turibdi. Bajarishimiz uchun bu yerdan zavershit degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Loading. Bizda hozirda zadaniya bajarilmoqda. Ozroq kutamiz. Bo'ldi o'rtoqlar, mana zavershit uspeshna bo'ldi. Bizga yana 22 soatdan keyin yangi zadaniya berishini aytmoqda. Bu yerdan zavershit degan tugma ustiga bossanglar, bajarilgan zadaniyalar ro'yxati turadi. Xo'p, bu yerda komanda bo'limi mavjud, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ishlab borsanglar bo'ladi. Bu yerda Maya bo'limi ustiga bosib qoldirasizlar. Bu yerda ham o'rtoqlar bir 7 taga yaqin bo'lim mavjud. Bu yerda pastdan boshlaymiz. Vxod bu akkauntdan chiqib ketish, izmenit parol bu parolni o'zgartirish, perdacha bu обмен bo'limi, ya'ni mana bu summa пополнения degan shotdan mana bu itogoviy balans degan shotga pul o'tkazsa bo'ladi. Ya'ni qanday? Bu yerdan perdacha degan tugma ustiga bosasizlar. Bu yerga qancha o'tkazmoqchi bo'lgan summani yozasizlar, bu yerga parolni yozasizlar, bu yerda подтвердить degan tugma ustiga bossanglar bo'ldi, обмен qilib qo'yadi. Xuddi shunaqa bo'lim. Bu yerda finansiy zapis bo'limlari mavjud, ya'ni istoriyalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Bu yerda shot bo'limi mavjud. Xo'p, endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul to'ldirishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Kelinglar, birinchi pul to'ldirishdan boshlaymiz. Pul to'ldirish uchun bu yerdan перезарядка degan tugma ustiga bosib qoldirasizlar. Bizda o'rtoqlar 5 ta yo'nalish mavjud. Tron TRX20, Tron TRX, bu yerda VP20, VP20 USDT va BNB yo'nalishlari mavjud. Men mana bu ikkinchi turganini bosaman. Xohlasam o'rtoqlar men mana buni skaner qilib pul tashlashim mumkin. Xohlasam mana bu adresga pul tashlashim mumkin o'rtoqlar. Ikkalasi ham bitta narsa. Mana shu saytdagi o'zimning shaxsiy hamyonim hisoblanadi. Masalan, sizlar VIP ochmoqchisizlar, mana shu hamyonga pul tashlab bo'lgandan so'ng saytga qaytib mana bu yerdagi
Пополнение счет завершен degan tugma ustiga bosib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Bosganlaringdan so'ng tashlagan pullaringni uzog'i 3 minut ichida saytga tushirib beradi. Keyin sizlar bemalol VIPlarni ochishlaring mumkin. Saytga o'rtoqli Binance, Bitget, Payer xohlagan hamyondan bemalol pul to'ldirsa bo'ladi. Juda ham oddiy o'rtoqli. Endi pul chiqarishga kelsak, pul chiqarib olish uchun bu yerdan Atvis degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Biz o'rtoqli Web20 ga, Web20 ustidagi va terisi 20 tronga pul chiqarib olsanglar bo'ladi. Men hozir birinchida turgan nima deydi? Web20 USD ga chiqaraman. Xo'p, kvota degan joyga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summangiz, adres Vivoda degan joyga Web20 adres, parol degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bu yerga kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Men hozir bo'limlarni to'ldirib olaman. Xo'p, o'rtoqlar, men bo'limlarni to'ldirib bo'ldim. Bu yerda o'rtoqlar hech qanaqa komissiya olmasligini aytmoqda. Endi bu yerdan поддержать degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Vivo sredstva успешно. Bizning pullarimiz chiqib ketdi o'rtoqlar. Sayt uzog'i 1 minut yoki 2 minutda bizning pullarimizni 100% to'lab beradi o'rtoqlar. Xo'p, menimcha o'rtoqlar hamma joyini tushuntirib bo'ldim. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash hamma tushunarli bo'lsa, men sayt to'laganlik haqida cheklarni hammasini Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Sayt silkasi ham aynan Telegram kanalida bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.